Hammaga salom. Bugun men Qo'qon bozoriga borib keldim. U joyda xitoyliklar ochgan 3 etajli magazin bor. Birinchi etaji hamma narsa 8000 so'm. O'sha magazindan nimalar olganimni sizlarga ko'rsataman. Ichida lekin Qo'qon bozorini o'zidan olgan narsalarim ham bor. Qani ketdik. Nimalar olganimni ko'rsataman. Ikki xil maska oldim. Donasi 5000 so'mdan. Vlajniy salfetka oldim. Bu ham 5000 so'm. Qizimga shunaqa zirya oldim. Buni narxi 35000 so'm. Lekin qoraymidi, meditsinskiy hisoblanadi bu. Endi hamma narsa 8000 lik narsalarni ko'rsataman. Bunaqa sponjlar oldim, makiyaj uchun. Shu turishi 8000 so'm. Zo'ra, kачествоsi yaxshi ekan. Keyin shunaqa tishotka oldim, ikkitalik. Buni ham kачествоsi zo'r. Ishlatib ko'rganlar bor ekan. Shuni maqtashdi. Keyin menga yoqqani shu doska bo'ldi. Mana shu turishi 8000 so'm. Ochaman. Zo'r, unaqa zo'r qalin emas, lekin bo'ladi mevalar kesishga. Shunaqa pichog'i bor ekan, keyin shunaqa kichkina pichoqchasi ham bor ekan. 8000 ga arziydimi? Qo'qonliklar bo'lsa, kommentariyaga belgilab ketinglar yoki qo'qonlik tanishlaringga jo'natib qo'yinglar.